Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan tezda tayyor bo'ladigan, osongina, og'izda eriydigan pechene tayyorlashni o'rgataman. Xamirimiz uchun bizga 200 gramm margarin, bitta tuxum, 1 piyola shakar va razexritel un kerak bo'ladi. Xamirimizni margarinni xohlasanglar eritib, xohlasanglar morzilkada muzlatib qo'yib, tyorkadan chiqarib tayyorlasanglar ham bo'ladi. Men eritib tayyorladim, menga shu qulay bo'ldi. Tayyor bo'lgan xamirimizni o'rtacha yumshoqlikda xamir tayyorlab bo'lgandan keyin dam oldirib, shunday dumaloq qilib ezib olamiz va xohishga ko'ra kesib chiqamiz. Men gul shaklida ham, mana shunday to'g'burchak qilib ham kesib oldim. Xamiringlarga xohishga ko'ra kakao solsanglar ham bo'ladi. Yanada chiroyli va yanada mazali bo'ladi. Tayyor bo'lgan pechenelarimiz ustiga xohlasanglar tuxum surtib, xohlasanglar surtmasanglar ham bo'ladi. Qizib turgan pechkada 180 gradusda 10-15 minutda pishib chiqadi. Yoqimli ishtaha.